Ko'pchilik bunday shamda ko'proq xaridor bor deb o'ylaydi, ammo bu mutlaqo to'g'ri emas. Har bir xaridor uchun sotuvchi bo'lish kerak. Ya'ni narx yuqoriga chiqqan sari sell likvidlik, ya'ni passiv sotuv buyurtmalari paydo bo'ladi va bozorga yangi market buyer kiradi. Bu mavjud sotuvchi bilan juftlanadi. Shu tarzda yangi bozor narxi hosil bo'ladi. Keyingisi keladi, biroz yuqoriroq narxni qabul qiladi, yana yangi narx paydo bo'ladi va bu jarayon qayta davom etadi. Narx shunchaki oshayotgani yo'q. Bu xaridorlar tobora yuqoriroq narxda sotib olishga rozi bo'layotgani sababli. Ular sotuvchilarni topish uchun yuqoriroq narxni qabul qiladi. Xuddi shunday narx ostida buy likvidlik, ya'ni passiv xarid buyurtmalari bo'ladi. Sotuvchi kelganida u shu xaridor bilan juftlanadi va narx pasayadi. Keyingi sotuvchi keladi, pastroq narxda sotadi, yana narx tushadi. Yana keladi, yana tushadi, shunday davom etadi. Demak, bozor doim market takerlar oqimi bilan to'lib turadi. Bular treyderlar, banklar va algoritmlar. Shu sababli narx doim yuqoriga pastga harakatlanadi. Shu barcha xarid va sotuvlar bosimini bir joyda ko'rish uchun dip candle yoki footprint chart ishlatiladi. Masalan, bitta sham ichidagi raqamlar mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin va mana shu joyda nimadir katta harakat bo'layotganini ko'rasiz. Bu katta o'yinchi kirganini bildiradi. Agar u bunchalik katta summada harakat qilayotgan bo'lsa, demak u siz bilmaydigan nimanidir biladi. Agar siz day trader yoki scalper bo'lsangiz, bu ma'lumotlar orqali real bozorni ko'ryapsiz. Shu kabi holatda siz sotuvchi kuchini sham paydo bo'lishidan oldin ham ko'ra olasiz. Oddiy price action trader bu joyda sotsa, siz undan-da oldinroq sotasiz. Agar izohga real deb yozib qoldirsangiz, shu turdagi real savdo bo'yicha 1 soatlik master class sovg'a qilaman.